Salom tinglovchim. Bugungi aytib bermoqchi bo'lgan voqeam AQShning Kolorado shtatida sodir bo'lgan. Opa-singillar Maria va Beatriz Silva Koloradoning Longmont shahrida yashashardi. Ular bu shaharga Meksikadan 2008-yilda ko'chib kelishgandi. Aynan bu shaharni tanlashlari ham qolgan oila a'zolari shu shaharda yashashlarida edi. Biroq bu shaharda yashash ular uchun fojia bilan boshlandi. 2009-yilda Maria va Beatrizning jondan aziz onajoni yurak xurujidan bevaqt olamni tark etdi. Bu fojia ikkalasini ham tushkunlikka tushirdi. Bu ayriliqqa ko'nikish ikkalasiga ham qiyin bo'ldi. Lekin opa-singil shu arada yana-ham yaqin bo'lishdi. O'sha paytda Mariyaning hayotida sevimli insoni paydo bo'ldi. Uning ismi Max Aguirre edi. Ular bir-birlarini sevishar va turmush qurish arafasida edilar. Beatriz ham Pablo Sanchez degan yigit bilan uchrashishni boshladi. 2012-yil Maria va Max turmush qurishdi. Maria homilador edi. Shuning uchun ular katta uy olishdi. Maria va Max daromadli ishlari, katta uylari va yaqinda farzandli bo'lishlaridan juda ham baxtiyor edilar. Max Mariani yeri ko'kka ishonmas. Homiladorligi sabab nima xohlasa olib berar. Xolos uni juda sevardi. Biroq Beatrizning munosabatlari buning butunlay aksi edi. Pablo bilan 4 yil uchrashayotgan bo'lsa-da, bir-birlarini tushunishmas. Nizo va janjallar deyarli har kun davom etardi. Pablo unga qo'l ko'tarishni boshlagach, Beatrizning sabr kosasi to'ldi va u Pablo bilan ajrashish harakatiga tushdi. Nimagadir bu xohishni Pabloning o'ziga aytganda, u gaplariga qo'shildi va janjal qilmasdan hayotidan chiqib ketdi. Beatriz uni 4 yildan beri qiynab kelayotgan munosabatlardan tez va oson chiqqanidan xursand edi. Muammolardan biri Beatriz Pabloning uyida yashardi. Shuning uchun ajralgandan keyin qayerga ketishini bilmay turganda, opasi Maria uylari katta ekanligini, vaqtincha ularnikiga ko'chib borishni taklif qildi. Beatriz bu taklifdan juda ham xursand bo'ldi. O'sha kuniyoq ularning uyiga ko'chib o'tdi. Bir necha oy o'tib, Beatriz boshqa yigit bilan tanishib, yangi munosabatlarini boshladi. Lekin yangi munosabatlari borligiga qaramay, u haligacha Pablo bilan aloqada edi. Chunki ular bitta ko'chada turishar va tez-tez to'qnash kelib qolishardi. 2012-yil 16-sentyabr kuni Pablo Beatrizga qarzini berish maqsadida uy yaqinidagi sotuv majmualarining birida parkovkada ko'rishishni taklif qildi. Beatriz Pabloning mashinasiga o'tirdi va ular biroz gaplashib o'tirdilar. Shu payt Beatrizning telefoniga SMS keldi. Pablo telefonni tortib olib, unga Roy degan yigit SMS yozganini ko'rib asabiylashdi. Roy Beatrizning hozirgi yigiti edi. Pabloning esa eski tanishlaridan biri edi. Shu onda Pablo jahl otiga minib, mashinani tezlik bilan haydab ketdi. Beatrizning iltimoslariga qaramay, u mashinani to'xtatmay katta tezlikda shahar chekkasiga haydab ketayotgandi. Beatriz vahimaga tushib, agar mashinani saqlatmasa, eshikni tezlik vaqtida ochib chiqib ketaman deyardi. U mashinaning eshiklarini qulflab, Beatrizni urishni boshladi. Beatriz zarbalardan hushini yo'qotdi. O'ziga kelganda esa ular shahar chekkasidagi yo'lda to'xtab turishardi. Beatriz ular endi shunchaki do'st ekanligini tushuntirishga harakat qilsa-da, Pablo unga u faqat unga tegishli ekanligini va u boshqa birovlar bilan uchrashga haqqi yo'qligini takrorlardi. Biroz vaqt o'tib, Pabloning rashki tinchib, o'ziga kelgach, Beatrizni olgan parkovkasiga etib tashladi. Beatriz qo'rquvdan 911 yordam liniyasiga qo'ng'iroq qilib, Pabloning ustidan shikoyat qildi. Politsiya darhol yetib keldi. Beatriz nima bo'lganini ularga ham aytib berdi va politsiyachilar tez orada Pabloni uyidan topishib, politsiya mahkamasiga olib kelishdi. Unga odamni o'z xohishiga qarshi olib ketishda, ya'ni o'g'irlashda va jabrlanuvchini do'pposlashda ayblab qamoqqa olishdi. Biroq ertasi kuniyoq Pablo $10,000 garov evaziga ozodlikka chiqdi. Politsiya inspektorining gaplariga ko'ra, ular Pabloning ozodlikka chiqqanini Beatrizga xabar berishgan va unga hozircha opasining uyiga qaytmaslikni, bironta mehmonxonada 2-3 kun yashab turishini tavsiya qilishgan.
Biroq Beatrizning yigiti Roy bu yolg'on gapligini, o'sha kuni u Beatriz bilan kun bo'yi birga bo'lganini va Beatrizning Pabloni qamoqdan chiqqanini umuman eshitmaganligini va bilmaganligini aytgan. Roy o'sha kuni Beatrizga unikida qolishini taklif qilgan, biroq Beatriz rad javobini bergan va opasining uyida qolishga qaror qilgan. 18-sentyabr kuni 4 ertalab qamoqdan chiqqanidan 6 soat o'tib, Pablo 911 yordam liniyasiga Max va Maria Aguirrelarning uyidan telefon qildi. 911, what's the address of the emergency? 11464. I need you to say the address. I can't understand you. 11464 Hot Springs. Okay, repeat the address one more time to make sure I have it right. No. Hello? Hello? Okay, this Hello? is 911. What's going on? I just shot everybody right now. You just shot everybody? Yeah. Okay, what is your name? Daniel Sanchez? Pablo Sanchez? Yeah. Okay, how many people did you shoot? 3. You shot who people? Who did you shoot? My ex-girlfriend, because she was cheating on me with Roy. Okay. And myself, I'm going to shoot myself right now. Pablo, I need you to stay on the phone with me, okay? Just wait until we get there. Pablo? Yeah. Okay, just stay with me, okay? Don't shoot yourself. Okay. Okay? Tell me exactly what happened. Like 6 months ago, I caught my girlfriend cheating on me. Uh-huh. And I told Roy to stop talking to her. Okay. He wouldn't do it. He pressed charges on me kidnapping. I'm not on bond, but Okay. I wasn't doing stuff. She pressed charges on you for kidnapping? Yeah. Okay. Yeah, for my girlfriend, she was didn't know what she was doing. Okay, who else was there? What do you mean? Who else was there with you tonight? Right The now? other 2 people, do you know who they were? Her sister and her husband. Okay. 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 How did you get there? Driving? You drove there? Yeah. Okay. Are you there by yourself? Yeah. Okay. Okay, what room are you in right now? Pablo? Pablo? Hello? I think he just shot himself. Politsiya xodimlari zudlik bilan aytilgan manzil bo'yicha yetib kelishdi. Uyning orqa derazasi singan edi va aynan shu deraza orqali Pablo uy ichiga kirgan deb hisoblashdi. Pablo Beatriz opasining uyida ekanligiga ishonchi komil edi. O'zi bilan o'qli qurol olib kelgan va unga Beatriz kerakligiga qaramay, u birinchi Max va Mariyaning xonasiga kirgan. Pablo Sanchez na Max va Mariyani, na bo'lajak farzandlarini ayamagan va ularga qarata ko'p martalab o'q uzgan. O'q ovozlarini eshitgan Beatriz darhol 911 yordam liniyasiga qo'ng'iroq qilgan, biroq endi juda ham kech edi. Pablo Beatrizning xonasini ochganda, Beatriz 911 yordam liniyasiga dispetcher bilan gapirayotgan vaqtda unga ham qaratib o'q uzgan. Beatriz o'q zarbalaridan polga yiqilganidan so'ng Pablo telefonni ko'tarib dispetcher bilan gapirishni boshlagan. Dispetcherning harakatlariga qaramay, Pablo Sanchez bir oilaning umriga zomin bo'lib, o'zini ham otgan.